tavhid masalasi insonning hayotida shunchaki aytilinadigan gap emas, balki insonni yurishi, turishi, harakati, sakanoti hammasi tavhid bo'lishiga kerakligini Alloh taolo oyatda bayon qilyapti. Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting mening ibodatlarim barchasi, qurbonliklarim, har qanday ibodatlarim, hayotim va hattoki vafotim ham olamlarning Robbisi faqatgina Alloh uchundir deb ayting Alloh taolo. Demak, mana bu oyatdan tushunamiz. Hayotim va o'limim deganda biz o'tgan darslarda o'zi hayot nima, o'lim nima bayon qilgandik. Hayot nima? Hayotni bilish uchun biz birinchi o'rinda o'lim nimaligini bilishimiz kerak. O'lim nima? Bir insonni o'lik tirikligini qayerdan bilinadi? İnsonni o'lik tirikligi harakatdan to'xtashligidan bilinadi. Bir inson harakatda bo'lsa, mana bu inson tirik deyiladi. Bir inson harakatdan to'xtasa, butun a'zolar ham harakatdan to'xtasa, mana bu insonga o'lik deyiladi. Demak, hayot va o'lim harakat va sakonat degani. Harakat va sukunat hayot va o'lim degani. Alloh taolo oyatda aytayaptiki, har bir hayotingiz ham vafotingiz ham Alloh uchun bo'lsin deganligi. Ya'ni harakatingiz ham jim turishligingiz uchun ham Alloh uchun bo'lishi kerak degan. Qilgan harakatingiz ham va harakatsiz jim turishligingiz ham Alloh uchun bo'lishi kerak. Bu deganligi hayotingizning har bir nafasi yo tavhid uchun bo'ladi yoki Allohdan boshqa uchun bo'ladi. Ana shu tavhid degani. Shunchaki aytilinadigan og'izdagi kalima emas, har bir hayotning lahzasi tavhid degani. Mana bu misolini biz yana misoldan ko'ramiz degandik. Eng shariatda iymonni kichik bo'lagi deb aytilgan bir bo'lakni misol qilmoqchimiz. Iymonning eng kichik bo'lagi nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda iymon bo'laklarga bo'linadi dedilarda, shu bo'laklarning eng yuqorisi la ilaha illalloh kalimasi bo'lsa, eng kichik bo'lagi yo'lda yotgan insonlarga aziyat beradigan bir narsani yo'ldan olib tashlashlik dedilar. Mana shu misolni misol qilmoqchimiz. Iymonning eng kichik bo'lagi yo'lda yotgan bir aziyatni, insonlarga aziyat beradigan narsani yo'ldan olib tashlashlik. Iymonning eng kichik bo'lagi. Mana shuni biz zikr qilgan tavhid bilan qilish qanday bo'ladi? Mana shuni misol qilmoqchimiz. Chunki mana bu kichik misolni tushunsak, bundan boshqa misollarni tushunishimiz oson bo'ladi. Demak, mana shu misolda qaraylik, yo'lda yotgan bir aziyatni, yo'lda ketayotgan chog'ingizda mana shuni agarda odamlarga shu aziyat beradi yoki bo'lmasam o'zim ham bir kun shu yerdan qaytib o'tayotganimda o'zimga ham shu aziyat beradi degan niyatda yo'ldan olib tashlayotgan bo'lsangiz, mana bunda siz mana shu amalni o'zingizni nafsingizni bir nasibasi uchun qilayotgan bo'lasiz. Mana bu shariat istagan tavhidning yuqori cho'qqisi emas. Shariat istagan tavhidning yuqori cho'qqisi shuki, mana shu xuddi hozirgi mana shu qilingan amaldi. Biz agar o'sha niyatda qilsa ham yomon ish qildi demaymiz albatta, lekin komil tavhidga ko'ra mana bu amal ado qilinishligi shunaqa bo'ladiki, mana shuni Robbim olib tashladigan deb olib tashlash tavhid deyiladi. Men o'zim shunga qaytib kelib, o'zim shunga qoqilay yoki qoqilmay, yoki bir inson shunga qoqilsin yoki qoqilmasin, undan qat'iy nazar mana shuni Robbim yo'ldan olib tashladigan, Robbim mana shuni olib tashlasam meni yoqtiradi deb qilishlik ana shu tavhid deyiladi. Har qanday yomonlikda ham shunga misol qiling. Oddiy bir yomonlikdan tark qilishlikda, yomonlikni tark qilishda, agar siz shu yomonlikni tark qilsam, o'zimga yaxshi, o'zimni muammolardan qutqaraman degan niyatda tark qilsangiz, bu yaxshi ish deyiladi. Lekin bundan da yaxshiroq ish bor. Bundan da yaxshiroq ish mana shu yomonlikni tark qilishligim, Robbim shuni xohlagan deb tark qilishlik. Ana shu tavhid deyiladi. Ana shu biz yuqorida o'qigan oyatning ma'nosi harakat va sakonatim Alloh uchun bo'lishligi degan. Harakat va sakonat faqat Robbil alamin uchun bo'lishligi degan. Yana bir mana talabalarning bir misolini keltiraylik. Har birimiz ilm talabi uchun kelganmiz. Ko'pchilikni ko'ramizki, bir insonlarni ilm talabiga undamoqchi bo'lsa, bir kalomni zikr qilishadi. Aytishadiki, sen shuncha joydan ovora bo'lib kelding.
sen shuncha xarajatlar bilan, shuncha qiyinchiliklar bilan mana shu yurtlarga kelding. İnsanlar yetmagan ne'matlarga yetding. Mana shuning uchun mana bu ne'matlarni g'animat bilgin. Bu fursatlardan foydalangin, o'qib qolgan deyiladi. Bu juda yaxshi uslub. İnsanlarga ilmni targ'ibini qilishlik uchun juda yaxshi uslub. Lekin bundan da yaxshi uslub bor. Ana bundan da yaxshi uslub bor. Ilmni nima uchun o'qi? Ilmni o'qi deganda insonlar nima uchun ilm o'qiydi degan savolga javob, bundan da yaxshi javob bor. Senga qilingan shuncha tashvish uchun ilmni o'qi emas, balki ilm o'qiganingda ana shu Robbim nimalarni yaxshi ko'radi, shularni qilay. Robbim nimalarni yomon ko'radi, shulardan tiyilay. Mana shu ma'noni bilish uchun o'qishlik, ana bu tavhid uchun ilm o'qish deyiladi. Biz yuqorida o'tgan suratni takror aytamiz, noto'g'ri deyilmaydi. Faqat biz komil suratni zikr qilyapmiz. Oyatda Alloh taolo aytgan harakat va sakanat faqat Alloh taolo uchun bo'lishligini zikr qilyapmiz. Harakat va sakanat faqat Alloh uchun deganda har qanday o'zingizga keladigan manfaatlarni yig'ishtirib qo'yib, shuni Alloh yoqtiradi yoki yoqtirmaydi deb qilishligingiz. Yoqtirsa qilishligingiz, yoqtirmasa tashlashligingiz, ana shu tavhid degani. Mana bu ikki misol bilan siz hayotda har bir misolni shunga misol ko'raverasiz. Oddiy bir ovqat yeyishligingizni ham hattoki qornin to'yishligi uchun deb yesangiz, yomonligi yo'q, faqat yaxshiligidan quruq qolganligingiz qoladi. Lekin agar shu taomni Robbil alamin menga halol qilib qo'ygan, mana shu taomni menga o'ziga bir chiroyli ibodat qilish uchun rizq qilib bergan degan niyatda yesangiz, mana bu tavhidga aylanadi. Demak, tavhid kalimasining ma'nosi hayotdagi har bir harakat va sakonatni Allohga ibodatga aylantirish degani. Shunchaki yaratuvchi yolg'iz deb e'tiqod qilib qo'yishlik emas. Bu tavhidni noqis ko'rinishi hisoblanadi. Borliqda yaratuvchi faqatgina yolg'iz deb e'tiqod qilishlik tavhidni noqis ko'rinishi hisoblanadi.